Kuzatib turgan hammaga salom. Ikkinchi test tahlilini boshlaymiz. Uchburchakning 10 ga teng bo'lgan balandligi uning asosini 7:25 nisbatda bo'ladi. Shu balandlikka parallel va uchburchak yuzini teng ikki bo'lakka bo'ladigan to'g'ri chiziqli kesma uzunligini toping degan shart berilibdi. Hop. Uchburchak taxminan mana shunaqa ko'rinishda bo'lsin tasavvur qilaylik. ABC uchburchagimiz B dan AC ga balandlik tushirilyapti, 10 ga teng ekan va asosni, ya'ni AC tomonni 7:25 nisbatda bo'lyapti. 7x 25x bo'ladi. Shunda mana shu yerda bu D nuqtaga tushib turgan bo'lsa, qayerdadir yana mana to'g'ri chiziq BD ga parallel bo'ladigan bo'lsa, demak bu ham asosga perpendikulyar bo'lib qoladi. Ana shu mana ajratgan o'ng tomondagi kichkina uchburchagimiz yuzasi katta uchburchakning yarmiga teng ekan. O'zi katta uchburchak yuzasi SABC teng bo'ladi. Jami demak 10 ni 32x ga ko'paytirib 2 ga bo'lish 160x bo'lib qoladi. Endi uchburchak SMNC yuzamiz teng ekan. Mana shuni yarmiga 80x ga. Xo'sh, endi bizda mana shuni MN ni H1 deb belgilab olsak, shu H1 ni topishimiz kerak. Bu yerda nima qilishimiz mumkin? Mana bu uchburchak o'xshashligidan foydalanamiz ekan, demak 10 ga teng bo'lgan balandlik 25x bilan hosil qilyapti turgan uchburchakning yuzasini hisoblab olamiz. S BDC teng bo'ladi. 10 ni 25 ga ko'paytirib 2 ga bo'lishga teng. Demak 250 bo'lsa 125x. Endi mana shu ikkala uchburchak o'xshash, ya'ni mana bu ikkalasi. MNC bilan BDC uchburchagimiz o'xshash bo'lganligi uchun mos tomonlar nisbatining kvadratini yuzani nisbatiga tenglab qo'ysak bo'ldi. H1 bilan 10 o'zaro mos tomonlar, H1 taqsim 10 ning kvadrati teng bo'lishi kerak. H1 kichik uchburchak bo'lyapti bizda. Kichik uchburchakka tegishli, demak 80x ni bo'lamiz 125x ga. X lar qisqarib ketadi. H1 ni taqsim 10 ning kvadrati teng bo'lyapti. Demak 80 ni 125 bilan 5x ga qisqartirsak suratda 16 qoladi, mahrajda 25 qoladi. Demak H1 taqsim 10 imiz teng ekan 4 taqsim 5 ni kvadrati. 4 taqsim 5 chiqadigan bo'lsa, demak mana bu yerda 4 qolish uchun H1 imiz 8 ekan. A'lomiz ekan. Ikkinchi savol, trigonometriyadan berilib turgan ifodaning eng katta qiymatini toping. Eng katta qiymat uchun mana shu narsani y deb belgilab olamiz. Kimdir hosil olib ishlaydi, kimdir boshqacha yo'l bilan. Bizda aynan mana shu ifodani soddalashtirganimizdan keyin keladigan holat bor. Ya'ni y teng bo'ladi 7 ko'paytirilgan tangensni sinus 3x taqsim kosinus 3x deb olaman. Ko'paytirilgan kosinus 3x plus 6 ko'paytirilgan kotangensni kosinus 3x taqsim sinus 3x deb olaman. Ko'paytirilgan sinus 3x. Kosinus bilan kosinus qisqaradi, sinus bilan sinus qisqarsa, y ning haqiqiy ko'rinishi teng bo'lyapti 7 sinus 3x plus 6 kosinus x ga. 6 kosinus 3x ga. Endi aynan mana shu holatga kelish kerak. Bu uchun maxsus formula bor edi, ya'ni eng katta qiymatini hisoblash uchun odatda funksiya bizga bunday ko'rinishda beriladi. Y teng bo'ladi a sinus kx plus b kosinus kx bo'lganda, ya'ni radiani aynan bir xil bo'lganda y ning maksimum qiymati teng bo'ladi c ga. C aslida nima deydigan bo'lsa, a kvadrat plus b kvadratga. Ya'ni mana bu oldidagi koeffitsiyentlar kvadratlari yig'indisiga bo'lishi kerak. Y minimum nimaga teng deydigan bo'lsa, mana shu minus c ga teng bo'ladi. Ya'ni minusdan ildizda a kvadrat plus b kvadratga bo'lishi kerak. Bu yerda aynan a o'rnida 7 kelyapti, b o'rnida 6 kelyapti. Demak bizda eng kattasi so'ralganda y maksimum ildizda 7 ning kvadrati qo'shilgan 6 ning kvadrati bo'lishi kerak. Ildiz ostida 49 plus 36. Ildiz ostida 85 bo'ladi. Uchinchi masala, ko'rsatkichli funksiyaning x teng y kvadrati nuqtadagi hosilasini toping degan shart berilgan. Hozir bizga funksiya hosilaga tayyor emas. Hosilaga tayyorlash uchun mana bu darajani yo'q qilishim kerak. Buning uchun ikkala tomonni ham natural logaritm ostiga olaman. Chap tomon
ln fx bo'ladi. O'ng tomon ln x darajada yana ln x bo'lyapti. Chap tomondagi o'zgarmaydi, o'ng tomondagi darajani oldiga olib tushadigan bo'lsa, bu yerda kvadrat hosil bo'ladi. ln fx teng bo'ladi ln x ning kvadratiga. Endi ikkala tomondan ham hosil olaman. Shunda chap tomonni hosilasi ln bo'yicha hosil olganligimiz uchun bir marta 1 taqsim fx ni o'zi bo'ladi. Ko'paytirilgan endi f x bo'lsa, mana shu hosil olyapti bo'ladi. O'ng tomonda kvadrat bo'lganligi uchun kvadratni oldiga olib tushamiz 2. Bitta kamaytirdik, demak ln x yoniga tushadi. Ko'paytirilgan ln x dan hosil olamiz 1 taqsim x ga teng. Endi funksiyani hosil olgandagi haqiqiy ko'rinishimiz chap tomonda f' x qolyapti. Mana shu hosil olindi bo'ladi. Mana bu 1 taqsim fx o'ng tomonga ko'paytirish fx bo'lib o'tib ketadi. Ya'ni fx o'rniga mana shu dastlabki ifodasini qo'yamiz. Ya'ni x ning ln x-inchi darajasi ko'paytirilgan. Bu yoqni ixchamlab qo'yamiz. 1 taqsim x ya 2 taqsim x bo'ladi. Mana shu ln x ko'rinishiga keladi. Endi bizga kerak hosil olganimizga yana kvadratni qo'yish. Bu yoqda y ning kvadrati ning mana bu ln x dan y kvadrat qo'yganimizda 2 chiqadi. Ko'paytirilgan 2 taqsim y ning kvadrati ko'paytirilgan ln x dan 2 chiqadi. Endi soddalashtirib qo'ysak bo'ldi. Demak, hosil olganimizdagi y ning kvadrati teng bo'lyapti. Kvadratdan y ning 4-darajasi ko'paytirilgan 4 taqsim y ning kvadrati. Y ning 2-darajasi qisqarib ketadigan bo'lsa, 4y ning kvadrati qolar ekan. Demak, b olamiz. 4-masalamiz aniq integral. Berilyapti ifodamiz 0 pi taqsim 6 chegarada sinus 5x sinus 2x. Hozir integrallashga tayyor emas. Avval tayyorlab olamiz. Demak, chegaramiz 0 pi taqsim 6 da o'zgarmayapti. Sinuslar ko'paytmasida 1 taqsim 2 kosinus har ikkalasiga bo'lish kerak. Demak, kosinus 3x bo'ladi, keyin ayrilgan yig'indi bo'ladi. Ikkalasida ham 1 taqsim 2 borligi uchun qarshisidan chiqarib qo'yamiz. Kosinus 7x bo'ladi. 1 taqsim 2 umumiy. Demak, kosinus 3x ni integrali sinus 3x taqsim 3 bo'ladi. Ayrilgan kosinus 7x niki sinus 7x taqsim 7 bo'ladi. Aynan pi taqsim 6 yu 0 chegarada. Dastlab pi taqsim 6 qo'yamiz. Suratda pi taqsim 2 hosil bo'ladi. 1 taqsim 2 umumiy. Xo'p, pi taqsim 6 bo'lsa, pi taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa 1 ga teng 1 taqsim 3 bo'ladi. Minus bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak 7 pi taqsim 6 30 210 gradus. 210 gradus bo'ladigan bo'lsa, sinusimiz minus 1 taqsim 2 bo'lsa, mana shu plus bo'lib qoladi. 1 taqsim 2 mana bu 7 ga ko'paytirilganda 1 taqsim 4 bo'lib tushadi. 14 bo'lib qoladi mahraji. Xo'p, 0 dan 0 ga teng, 0 dan 0 ga teng bo'ldi. Mana shunday qolar ekan. Ya'ni davomida ikkalasida ham minus 0 bo'ladi, yozmadim. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan, 1 taqsim 3 bilan 14 ga umumiy mahraj 42 bo'ladi. Birinchisiga 14 plus ikkinchisiga 3. Qo'shib qo'yadigan bo'lsak, suratda 17 hosil bo'ladi. Mahrajni 2 ni ko'paytirib yuborsak 84. Demak, 17 taqsim 84 b javob bo'lar ekan. 5-savolda OSB burchak 50 gradus, bo'yalgan soha yuzini toping degan shart berilibdi. Demak, mana bu 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, C burchak 3 bo'ladi. B burchak ham 50 bo'lsa, mana bu yoq 80 gradus bo'ladi. Shunda O tomonimiz bu tomon 100 gradus bo'ladi. Sinuslar qo'shni burchak bo'lganda teng bo'ladi. Ya'ni 100 gradus va 80 gradusdagi sinuslar teng bo'lganligi uchun ASO 3 burchagimiz COB 3 burchakka teng hisoblanadi. Biz bo'yalgan sohaning yuzini hisoblash uchun COB sektorini hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, S teng bo'ladi. Alfa taqsim 360 bo'lishi kerak. Alfaning o'rnida 80 kelyapti. 80 gradus taqsim 360 gradus ko'paytirilgan pi r kvadrat. Radius 3 ga teng. Demak, 9 pi hosil bo'ladi. 9 ni 80 ga ko'paytiramiz. S teng bo'ladi 720 gradus taqsim 360 gradus ko'paytirilgan pi bo'lib qoladi. Qisqartirib qo'yadigan bo'lsak 2 pi ga teng chiqadi. Y teng x kub y chiziq hamda y teng 1 va x teng 3 to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan soha yuzini toping. Bu koordinata bilan hisoblanadi. Demak, chizmani chizsak aniq ko'rinadi nima qilishimiz kerakligi. Mana bu x kub funksiyamizning grafikasi parabola
giperbola bo'lib qoladi. Mana bunday ko'rinishda ketadi. Y teng bir to'g'ri chizig'imiz mana bunday gorizontal asimtotda bo'lib qoladi. Y 1 ga teng. Aynan ana shu 1 ga teng bo'lgan nuqtada x kub bilan kesishyapti. Demak, u yerdagi x kub ham 1 ga tengligidan x ni o'zi 1 ligiga kelib chiqadi. Bu quyi chegaramiz. Endi yuqori chegara 3 ga tengligi bu yoqda berilyapti o'zi. Demak, 3 mana bu yerda joylashgan bo'lsa, 3 to'g'ri chiziq. Bizda mana shu yerda mana soha hosil bo'ldi. Shuni yuzini hisoblashimiz kerak. Funksiya berilyapti. Demak, integral bilan hisoblanadi, aniq. Yuzga teng bo'ladi. Quyi chegaramiz 1, yuqori chegaramiz 3. X kub yuqorida turibdi. Undan ostidagi 1 y teng 1 ga bo'lgan funksiyani ayirib olishimiz kerak. X ko'rinishida. Integrallash bajaramiz. X ning 4-taqsimi 4 bo'ladi minus x. Chegaramiz 1 u 3 gacha. 3 qo'yadigan bo'lsak 81 taqsim 4 minus 3 minus 1 qo'yadigan bo'lsak 1 taqsim 4 minus minus plus bo'lib ketadi 1. 81 dan 1 ayirsak 80 taqsim 4 bo'lsak 20 chiqyapti. Ayrilgan 3 bilan 1 dan 2 qolyapti. 18 ga teng ekan. Birinchi idishda 3 ta qora, 2 ta qizil, ikkinchi idishda 4 ta qora, 2 ta qizil, uchinchi idishda 3 ta qora, 3 ta qizil shar bor. Tavakkaliga olingan bitta sharning qizil bo'lish ehtimoli va uni ikkinchi idishdan bo'lish ehtimolini toping. Xo'p, demak qizil bo'lishi va ikkinchi idishdan bo'lishi. Birinchi idishda A idish deb nomlaymiz. Unda jami 5 tadan 2 tasi qizil ekan. B idishda 4 ta qora, 2 ta qizil, 6 tadan 2 ta imkoniyat. C idishda 3 tadan 3 ta. 6 dan 3 imkoniyati bilan qizil olishimiz bo'ladi. Endi mana shu tanlanganlardan yana ikkinchisidan bo'lish ehtimoli deyilyapti. Endi idishlar 3 taligi uchun yana bir marta 3 dan 1 ga ko'paytirib yuborsak, A 2 taqsim 15 hosil bo'ladi. 1 taqsim 9 hosil bo'ladi B dan, C dan 1 taqsim 3 ga ko'paytirib yuborsak, 1 taqsim 6 hosil bo'ladi. Endi ikkinchidan bo'lish ehtimoli B suratga bo'lish kerak. Shu ehtimolliklarda A plus B plus C mahrajiga bo'lish kerak. Shunga ko'ra suratda 1 taqsim 9 bo'ladi. Mahrajda uchalasini yig'indisi. 2 taqsim 15 plus 1 taqsim 9 plus 1 taqsim 6. 15, 9, 6larga umumiy mahraj 90 bo'ladi. 1 taqsim 9. Xo'sh, 90 bo'ladigan bo'lsa, birinchisini mahraji 6 ga ko'paytirildi, surat ham 6 ga ko'paytiriladi. 12 plus, ikkinchisi 10 ga ko'paytirilyapti, uchinchisi 15 ga ko'paytirilyapti. Hisoblaymiz. 1 taqsim 9 ko'paytirilgan 90 suratga chiqib ketadi. Uchalasidan 22, 37 hosil bo'ladi. Qisqartirib oladigan bo'lsak, 10 taqsim 37 bo'lar ekan. Tenglamadan x ko'paytirilgan y ni toping. Xo'p. Kvadrat va ildizdan har doim katta yoki teng 0 dan bo'lganligi uchun yig'indisi 0 bo'lishi ikkala holatni ham 0 danligida chiqadi. Ya'ni 2x minus y minus 7 0 ga tengligida va 3x plus 2y minus 21 0 ga tengligida. Birinchi tenglikni 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda 4x minus 2y hosil bo'ladi. Teng 7 ni o'ng tomonga o'tkazsak musbat 14 ga bo'lib qoladi. Ikkinchi tenglikda ham 21 ni o'tkazib yuboramiz. 3x ayrilgan, qo'shilgan 2y teng 21 ni o'ziga. Qo'shib yuboradigan bo'lsak, jami 7x hosil bo'ladi. 35 ga teng. Bundan x ni o'zi 5 ligiga kelib chiqadi. Agar x 5 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 20 bo'lsa 6 ayrilyapti. Bundan y ni 3 ligiga kelib chiqadi. Bu holda x ko'paytirilgan y-imiz 15 ga teng bo'ladi. Logaritmika skor x, logaritmika skor 8x 28 ga teng bo'lsa, tenglamani ildizlari ko'paytmasini toping. Xo'p, demak 8x ni logaritmni asosiga alohida ajratib yig'indiga o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni logaritm x skor x ko'paytirilgan logaritm x skor 8 plus logaritm x skor x deb olsak bo'ladi. Teng 28 ga. Endi logaritm x skor x ni a deb belgilab olsak, bu yerda ko'paytirish bajariladi. Ya'ni a ko'paytirilgan logaritm x skor 8 3 bo'lsa, plus a ko'rinishida
minus 28 nolga teng. Qavsni ochib yuboramiz. A kvadrat plus 3a minus 28 teng nolga. Vet teoremasiga ko'ra a teng bo'ladi minus 7 ga, a teng bo'ladi 4 ga. Har ikkalasini tenglab qo'yamiz. Logaritm ikkasiz ko'ra x teng bo'lyapti minus 7 ga. Logaritm ikkasiz ko'ra x teng bo'lyapti 4 ga. Birinchi holat bo'yicha x1 2 ning minus 7 darajasi bo'lib qoladi. Bu deganligi 1 taqsim 128. Ikkinchi holat bo'yicha 2 ning 4 darajasi 16 ga teng. x2 teng 16 ga bo'ladi. Bizdan x1 ko'paytirilgan x2 so'ralyapti. 1 taqsim 128 ni ko'paytiramiz 16 ga. Xo'p. Demak 1 taqsim 8 bo'ladi. Quyidagi chizmaga ko'ra ABC uchburchakning yuzini toping. Y nuqtadan BC asosga balandlik tushirib yuboramiz. F nuqtaga tushyapti. Xo'sh. Endi F nuqta bo'ladigan bo'lsa, mana bu 45 gradus, 90 gradus, bu ham 45 gradus bo'lishga majbur bo'lib qoladi. Shunda ikkala yoni teng bo'ladi. 5 ildiz 2 bo'lsa, bu ham 5 bo'ladi, bu ham 5 bo'ladi. Balandlik A dan BC ga yana bitta perpendikulyar tushirsak, AC tomonni o'rtasiga tushyapti. Mana bu YF kesmamiz. Demak, bu mana bu balandlikdan 2 marta kichik bo'ladi. Demak, H balandligimiz teng bo'ladi. A tomonga tushyap turgan bo'lsa, 10 ga teng. BF 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, Y da 13 ekan. Bu 5 bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon 12 bo'lishga majbur bo'lib qoladi. Shunda FS 2 ga teng bo'ladi. Shunda jami BC ni A deb nomlab turgan bo'lsak, o'sha tomonning uzunligi 7 ga teng. S ABC teng bo'ladi 10 kare 7 taqsim 2 ga 35 bo'lib qoladi.